Pek chiroyli chiqdi bu resime. Bu resimde təminligini bolsam buna. Sal g'uvaroq bu resimning təminligini. Chiroyli ikki farzand bilan dadasininki resmi mana. Şu uyda xalqancha o'tagandagi resimga buni mana kesib, ranglarni o'zgartirib, undagi oila to'g'riliq mana shu yaxshi temdagi husn xatni qilib berdim. Ayoli shu yo'lchi qatab so'q qilish uchun buyurtqani. Shunchaki chiroyli chiqdi. Bu sızğan emasda do'stlar, bu loyihaligimiz resimni hozir ko'rdinglar mana. Shu resim shu. Ranglarını süzüp, onu kesip, mağalatda qilib berdim. Bu xilla cho'ng chiqdi. Mana uyga qo'yib qo'ysanlar bo'ldi, shunchaki yaxshi so'g'at bo'lalaydi. Lekin maramkisini ko'ra olinglar. Endi sizga resimlarimni ko'rsataman. Avval mushtamilga resimni ko'rib boqaylik. Mana ta'minlagan resim bo'lsa, mana qizning resmi, undagi mavi opisining resmi. Bu resimdek suzuk emas. Bu ishkalaning tushgan resim yo'qkan to'q, tushgandek, o'tagandek chiqarib bering degachga. Mana siz berdim. İnsanlar bu ranglarım shunchalik chiroyli, ishkalan birga to'g'andek chiqdi ya. Mouse sızg'ilmiz. Buni mush uyga isib qo'ysanlar yoki ustalning ustiga qo'yib qo'ysanlar bo'ldi. Mana mishnondek bir tushgan rasmlar yo'q qolsa, ayrim-ayrim holatdagi rasm yo'llasanlar birga ekib turib siz bermana.